Ba'zi bir zikrlarni o'zimiz qilib yuramiz, lekin bilmaymiz. Misol uchun har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, valhamdulillah, Allohu akbarlarni aytiladi. Mana shu ayni zikr. Rasululloh akram alayhisolatu vassalam aytganlar shuni. Ko'pchilik tushunmasdan buni namozga bog'liq narsa deydi. Yo'q, namozdan keyingi zikr bu. Shu bizdagi shaklda qilib 33 martadan aytib, oyatul kursini o'qib, orqasidan duo qilishni ulamolar xatma sufiyya deyiladi. So'filarni xatmi deyishadi. Namozni tugatishdagi duolari deyiladi. Demak bilib qo'yaylik, bu demak zikr. Ana endi o'sha zikrni biz bilib qilishimiz kerak. Subhanallohi deganimiz Allohni poklab yod etaman. Alloh beayibdir, nuqsoni yo'qdir. Bu ulkan ma'no. Har bir subhanalloh haliga aytganimizdek tarozini to'ldiradi. Valhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Allohu akbar, Alloh buyukdir. Ikkovini qo'shib bir marta aytilganda osmonlar va yerning orasi savobga to'ladi. Ana demak hayotimizda bor bu narsa. Lekin biz shuni tuzatib, niyatini to'g'ri qilishimiz kerak.